qimmat narx hisoblab olib qolayotgan ekansizlar Instagramda. Avomda hisoblab turdim, 50 millionga yaqin hisoblab berishdi. Agar o'zingiz qimmatdan olib qolsangiz, o'zingizga sotib ketadi. Bo'ldi, qimmat hisoblab beraman. Mana shu hammasiga 50 million berishdimi sizga? Yo'q, 50 millionga yaqinroq, 50 million emas. Ha, 50 millionga. Menga где-то 55 millioncha kerak. 55 million bo'ldi. Mana holati zo'r ekan, mana taqilmaganlar, birkasi uzilmaganlari ham bor ekan. Midasi pochkasi ham bor ekan, ikkita. Necha grammdan olib hisoblab qolasizlar? Xo'p, 1 grammini qarang. Narxi ikki xil bo'ladi, chunki midasingizni 1 grammni 1 milliondan hisoblab olib qola olaman. Mana bu sipochka, brasletlaringizni, mana bu prujnasi bilan toshlari bo'ladi. Просто sizniki holati yaxshi bo'lgani uchun minus qilmasdan 1 gramm 950 mingdan qilib beraman. Bularingizni mana buni 1 grammini 1 milliondan qilib beraman. Bo'ldi, общий hisoblab bering. Xo'p, общий summasimi? Xo'p, 21 u 3 ekan buningiz 1 milliondan bo'lsa 21 million 300 bo'ladi. Kalkulyator shart emas bunga. Xo'p, mana bu ikkitasini taroziga qo'yamiz. Mana buni birkasi bor ekan. Birkasiga to'g'ri yozilgan buni. Xo'p, qarang. 19.27 plus 17.92. 37.19 950 mingdan. 35 million 330 ming botdi. 35 million 400 plus mana 21 million 300. 21 million 300. Общий summa 56 million 700 botdi. Mayli, qimmatdan hisoblab qo'yasiz. 57 million qilib bering. 57 million o'zi qimmat hisoblab berdim. Men 57 million qilib bersam sotasizmi? Bo'ldi, Instagramdan ko'rib kelibsiz, sizga 57 million qilib beraman. Hop. Pullar sanalgan, xohlasangiz sanab olsangiz bo'ladi. 1 2 3 4 5 50 million. Mahmuddan 3 million olib qo'ysam. Hop. Mana bu yerda 7 million. 57 million общий. Keyin safaram yana kelaman. Bo'ldi. Undan ham qimmatroq hisoblab qolamiz, xudo xolasa. Xo'p, charchaning. Agar sizlarni ham mana shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Tillaylarni qimmat olib qolishga harakat qilamiz.